Mana shu bitta narsa hayron qolamanda. Shahar o'zi yorug' bo'lsa, hali quyosh ham bo'lmagan. Nima tumankanni yoqib, led farada yuradi odamlar. Odam uylamaydi, farosat yo'q, mana oynadan ko'zga tushadi, oldinda ketayotgan. Shu led fara qo'yganlar, uylamanglar, hech kim zo'r chiqibdi demaydi. Hamma shu so'kadi, onadan so'kadi. O'sha qo'yganni ham deydi, qo'yib berganni ham deydi, shuncha ishlab chiqarganni ham deydi. Yo'q, qilsa bo'ladi-ku, shuni chiroyli qilib, mayli qo'yibsan. Chiroyli qilib nastroyka qilib, o'sha odamni ko'ziga tushmaydigan qilib pastga qaratib qo'y, 2 metr oldinni ko'rsin, bo'ldi. 2 metr emas, mayli 10 metr, 20 metr. Bu yerda rastasiyada hozir 200 metr ko'zim olib kelyapti. Oldidagilar ham qo'yib qo'ydi. Tumanga ham yo'qasizlar, tuman yo'q-ku. Pravaga o'tganda ham yozib qo'ygan. Ne достаточно освещение. Ya'ni yorug'lik yetarli bo'lmagan joyda. Yetarli-ku, farasiz yursa ham yurib bo'ladi-ku buni olib qarasa. Tumanga yoqib led fara bilan, ya'ni ko'zingga to'g'rilab. Sallallohu